ertaga haromxo'r bo'ladi. 2 marta, 3 marta sudlangan haromxo'r. Mana bu haromxo'r. Mana bu haromxo'r bu. Mana pasportdagi ahvoli onangni ko'rtigasiz-ki, haromi. Bu haromi effekt bilan, filtr bilan o'tiradi. Ko'zini kattaytiradigan, jag'ini uzunchoq qiladigan ashnaqa bilan o'tiradi. Bu haromxo'r, isqirt. O'zidan kimlarni yo'qib oladi, nima emish, mamish, bundan $400 so'rabman ekan. Onangni amigasiga pulingga amim, amini operatsiya qildir endi. Onangni ko'tigasiga pulingga amim, popshib olib ko'tingni cho'qtir pulingga. Haromi, yalmog'iz kampir, jizzaxlik ambu onangni ko'tigasiga haromi. Yana nima deb qo'yadi? U men emasman, qattagi bir katta xotinni rasmini qo'yib olib PR qilyapti deydi. Mana shuni o'zi, manani o'zi. Mana shu. Mana shu o'zi, mana bu. Mana. Onangni amigasiga haromi, qo'tam, yolg'on gapirasanmi? Bitta xotinni deydi. Nega sudlangan deydi. Bu haromxo'r otasi oqqa borgan, uylarida janjal bo'lgan, urushib, otasi bilan urushib, nimaga kelgan? Qozog'istonga kelgan, ko'chada qolib ketganda Hikmatmi, nima edi? Bir bola degan Hikmatmi, bir bola. Ana shu bola bilan yashagan nimada Qozog'istonda u bolani pullarini o'g'irlagan. Bu isqirt Dubayda am sotgan, onasini ko'tigasiga bu haromxo'r onasi o'lib qolganda nima janozasiga ham kelmagan, onasini o'ligiga ham kelmagan bu haromi. Otasi oqqa borgan, otasiga pul berib yuradi o'zicha og'zini yopish uchun. Bu isqirtku, haromi-yu. 3 ta bola tuqqan bilasizlarmi? Bitta bolasini sotib olgan, aytadiki, 2 ta bolam bor xolos deydi. Bitta o'g'il, bitta qizim bor deydi. Qo'ttog'da yebdi. Buni 3 ta bolasi bor. Bitta bolasini sotib olgan. 2 ta bolasini aytadi xolos, yolg'onchi bu, g'irt yolg'onchi. Ishonmanglar, men bundan bir tiyin pul so'ramaganman hali onasini ko'tigasiga haromi. Endi ham qo'yman, seni temeni o'chiraman. Seni men otangni orqasidan odam qo'yganman. Otangni suratini olib, og'zingga sikaman men seni. Parda degan otangni ko'tiga sikaman. Buni ismi, familiyasi Fozilova Zuhra, Parda qizi. Onangni amigasiga haromi.